Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini saqlab qolgan 36 yoshli O'zbekiston. Akaga pul kerak. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'mur qilish. Otabek! Ha, Ana akang. uyda yotibdi. Larisha, nimaga mana hammaga rashk qilaverasiz? Axir u O'g'lim, Ha, dada. sen Rossiyada nima ish qilding? Takslik qildim, dada. Nima bo'ldi? Piterda bo'lding-ku, adashmasam. Ha, Peterda bo'ldim. Nima gap tinchlikmi? Qani men bilan yurchi? Ha, dada. Nima bo'ldi? Mana qara, Ha. sen Rossiyaga ketishing kerak. Kecha yaqinda keldim-ku, o'zi nima bo'ldi? Nima tinchlikmi? Gapim bo'lma. Sen endi bu safar borib dvornik qilasan, taksilik emas. Ha, yo'g'a nimaga dvornik qilaman? Hozir sovuq bo'lsa, qor bo'lsa, unda yaqinda pravam oldim. Taksilik qilib yuraman maza qilib. Taksilik kasb emas. Undan ko'ra dvornik qilasan. Ana Xayrul akani ko'rdingmi? Bir deganda bo'yib ketdi. Bularga qanday dvornik nima? Dvornik? Gap, Xayrul akangga oldiga ketasan. Ha, Xayrul akangga oldiga ketasan. Osmonga qarachi. Qiyin joy bor ekanmi? Yo'q. Yo'qmi qiyin joyi? Bor narsani yig'ishdi. Ayo to'xta, san setdi, rozma o'zmoq. Mana, hamma narsani yig'ishdi. Yo'q.